shuki, boshingizga biror musibat, Alloh saqlasin, kelayotgan bo'lsa, bu musibat mol dunyoga yetadigan musibat bo'ladimi, badaningizga yetadigan musibat bo'ladimi, yo farzandlaringizga taalluqli musibat bo'ladimi, yoki avtoulog'ingizga bog'liq musibat bo'ladimi, yoki siz qilgan biror bir gunoh tufayli kelayotgan musibat bo'ladimi? Qanday musibat bo'lishidan qat'iy nazar, siz istig'for aytishingiz natijasida bu kelayotgan musibat sizni chetlab o'tadi. Zero Alloh taolo o'zining kalomida modomiki ular istig'for aytar ekanlar, Alloh ularni azoblamas deb marhamat qilgan. Demak, siz agar astag'firulloh, ey Robbim senga tavba qildim, ey Robbim meni kechirgin, ey Robbim meni kechirgin desangiz, Alloh taoloning agar shukr qilsangiz va iymon keltirsangiz, Alloh sizni azoblab nima qiladi degan oyatiga ko'ra, yo'lda kelayotgan musibat siz aytgan istig'for tufayli Allohning izni bilan boshqa tarafga burilib ketadi va bunga